mahallasida agrar tomonidan uchrashuv tashkil etildi. Kimda nima savol bor? Men chorvachilik bilan shug'ullanaman. Uyda hamma sharoitlar bor. Mol, qo'y, hamma narsa bor. Shuni prosta men nima demoqchiman? Yana ham kattalashtirmoqchiman-da. O'shaga qanaqa imtiyozli kreditlaring, foydali shunaqa shuni so'ramoqchi edim. Ishingizda sizmi? Sizman. Bor, o'z-o'zini band qilasiz hamda mahalladan tavsiyanoma asosida beramiz. 50 million so'mgacha beramiz. 5 yil muddatga 2 yil imtiyozlargacha sug'urta yoki kasblik asosida. Unda qanday majburiyatlar bor? O'zini oila shaxsi 5 milliondan kam bo'lmasligi kerak. Undagi sport natijasiga qarab bo'ladi. Yana o'lik holida 12 million so'm 4 yil muddat kamroq. 4 yilga 6 yil imtiyoz. 50 million so'mgacha muddat uzar. Imtiyozlar ham 2 yil muddatga. Bundan tashqari oilaviy tadbirkorlik dasturi bilan kreditlarimiz ham bor. 12%. To'g'ri. 12%. Bunda mahalla hokimi yordamchisi asosida beriladi. 50 million so'mgacha, chorvachilik bo'yicha 100 million so'mgacha beriladi. Loyiha maqsadiga qarab belgilanadi. 7 yil muddatga 3 yil imtiyozlar bilan qishloq xo'jaligi bo'lsa 7 yil muddatga 3 yil imtiyozlar bilan, chorvachilikka esa 3 yilga 1 yil imtiyozlar bilan beriladi. Buni ham qilishdan sportda